Hello guys, welcome to English With Erkin Instagram page. Erkin bilan İngiliztili Instagram kanalıga betik kelganlarni qizg'in qarshilayman. Bugundan boshlab biz ingliz tilida kundaligidek bir taldan so'z yoki bo'lmasa bir xil expression yoki bo'lmasa bir taldan jumlalarni o'rganib olmoqchimiz. Balkim tama ko'l bo'lib qolsa ajib emas. Unda esa bugun ko'rmoqchi bo'lgan, birlikda o'rganmoqchi bo'lgan so'zimiz bo'lsa qasddan yoki bo'lmasa maqsadli holda. Nurg'unlarimiz bilamiz bu qasddan degan so'zni ingliz tilida on purpose deymiz. Ya'ni on purpose deganimiz maqsadli holda qasddan shunami? For example, I didn't do that on purpose. Men uni qasddan qilmadim. I didn't break this on purpose. Men buni qasddan chiqartmadim degandek. Bu nayti qo'llanıshchan bo'lgan bir ifodalash shakli. Endi real turmushda nayti chiroyli bo'lgan yana bir xil ifodalash shakli bor, bu bo'lsa intentional. Bo'libmi mushu munosabatlar qanday ayollar o'tirsida yoki bo'lmasa do'stlar bilan do'shqab mushta munosabat vaqtlar kelgan chaqda bir gapni bilib bilmay qilib bir ishni bilib bilmay qilib boshqalarning ko'ngliga qarshilarning ko'ngliga ranjitgan bo'lsangiz bu chaqda kechirim so'ragan vaqtida qanday deysiz? Mushu so'zni ishlatsangiz bakrak kam qo'llanadi ham chiroyli xo'jash ifoda shakli mos kelgan naq joyini topgan bo'ldim. Masalan, I am so sorry to make you feel that way. Nothing I ever do is ever intentional to make you feel that way. Desangiz, sening shundoq o'ylab qolganidan to'lma afsuslandim. Men qasddan qilmagan, qasddan demagan u gapni. Sening ko'nglingni ranjitay deb, ko'nglingni og'ritay deb qilmagan u gapni yoki u ishni degan maqsad degan gap bo'ldi. Intentional, right? One more time. I am so sorry to make you upset. Nothing I ever do is ever intentional to make you feel that way. Bo'lsa, men seni azaldan ko'nglingni ranjitay deb, xafa qilay deb bir gaplarni qilmayman, bir ishlarni qilmayman. Bilib bilmay bo'lib qopdi. Xafa bo'lmagan degan ma'no ifodalaydi. Rahmat qilaqitimni ko'rishaylik. Cheers. Hello guys, welcome back to English With Erkin. Bugun ko'rmoqchi bo'lgan so'zimiz bo'lsa, yo'l qo'yish, murassalashish yoki bo'lmasa gezib kelganda qurbonlik berish. Hammalar bilamiz, har qanday bir yaxshi natijani qo'lga keltirman deydiganmiz. Muayyan darajada yo'l qo'yishga, murassalashga ba'zida gezib kelganda mushta bir ma'lum darajada qurbonliklarni berish to'g'ri keldi. Bu yerdagi murassalashish yoki bo'lmasa yo'l qo'yish ingliz tilida to compromise deb ataladi. Bo'libmi har xil munosabatlar, ayollik munosabatlarda muhabbatlashish degan jarayonlarda mushundaq yo'l qo'yish o'zaro bir ishlarda murassalashishga ishlatiladi. Masalan, sometimes you have to compromise for the greater good. Bo'lsa, ba'zi chaqlarda siz texmo yaxshi natijalarni erishman, yaxshi ishlarni qo'lga keltirman deydigansiz, ma'lum darajada cho'qim murassalashingiz kerak degan gap bo'ldi. Ya'ni sometimes you have to compromise for the greater good. Endi buning darajasi sal yuqoriroq bo'lgan chaqda, masalan, ma'lum darajada qurbonliklarni berish to'g'ri kelgan bo'lsa, bu chaqda sacrifice bo'ldi. To sacrifice. Masalan, I have sacrificed so much for this deb, bu yerga this o'rniga mush ish, u ish deb nima qanday ish bo'lsa shu ishni qo'ysangiz bo'ldi. Buning uchun men oz bo'lmagan qurbonliklarni berdim degan ma'noda. Demak, mayli yo'l qo'ying, murassalashing yoki qurbonlik bering, bu hamon nachar ish emas, xato ish emas. Ba'zida cho'qim boy degandek texmi yaxshi natijalarni, texmi güzel natijalarni qo'lga keltirman deydigansiz, cho'qim ma'lum darajada bedel to'lash to'g'ri keladi. Unda bo'lsa, kelar soatlik darsimiz ko'rishaylik. Cheers. Hello guys, welcome back. Good morning. Greetings from Hyde Park. It's a fantastic day, beautiful day here in London. Mushu güzel kunda night güzel bog'chada o'tirib, bugun aytganda biz nima ish qilmoqchi? Azroq g'ayvat qilishmoqchi. Hammalar bilmas, ingliz tilida bu g'ayvat degan so'zni ko'pincha bilishinglar mumkin. To gossip deymiz ham. Masalan, he likes gossiping, she likes gossiping, stop gossiping degandek.
u g'ayvat qilishni yaxshi ko'rdi yoki bo'lmasa g'ayvatni to'xtat degandek. Ammo real turmushda ishlatadigan chiroyli bir ifodalash shakli, keng qo'llanadigan ig'iz tilida ifodalaydigan shunday chiroyli bir shakl bor. U bo'lsa-mu to slag somebody off. To slag somebody off deganimiz masalan ma'lum biraylar o'zining xiyolidagi, o'zining tasavvuridagi sizdan yoqtirmaydigan taraflaringizni qanday bo'lsa yoqtirmaydigan taraflaringizni, kamchiliklaringizni boshqalarga deb bergan bo'lsa, he is slagging you off. Okay? For example, I hate the way how he is always slagging me off behind my back. Desangiz, uning mushu mening kichik kaynimdan yomon gapimni qilishini qat'iy yoqtirmayman degan gap bo'ldi. Yana bir takrorlasak, I hate the way how he is always slagging me off behind my back. Undan sonra deganda bu güzel bog'chada bir tatlı chiroyli gapdan birini o'rganib oldinglar. Oxirida mush bog'chaning manzarasidan birlikda o'zlanaylik. Have a good day.